Xo'sh, bu yerda global linked list va free pointer kabi global o'zgaruvchilarni qabul qilganmiz va bu yerda if free pointer kichik bo'lsin linked listning umumiy uzunligidan deb shart beryapmiz va linked listni free pointer ya'ni 4.0 indeksga mana bu yerdagi n'ni ya'ni joylashtirib qo'y degan maqsadda ishlatilyapti. Bu yerda indeks va stretch indeksga ta'minlayapmiz, tenglashtiryapmiz. Linked list indeksimiz indeks 1ga free pointerni tenglashtirib free pointerni bittaga oshiryapmiz. Aks holda linked list to'ldi, qo'shishning imkoni yo'q degan shart chiqsin deyapmiz. Ya'ni bu yerda linked list elementlar va yangi elementga ko'rsatkichlardan iborat bo'lyapti va free pointer bo'sh joyning birinchi indeksini ko'rsatadi, ya'ni yangi elementni shu joyga qo'yish mumkin bo'ladi. Linked listimiz esa yangi elementlarni qiymatini linked listning free pointer indeksini joyiga saqlaydi. Bu yerda boshlang'ich qiymatlarimiz linked listda quyidagilar bo'lib, start pointerimiz 0, free pointerimiz esa 4, ya'ni start pointerimiz 0 degani ro'yxat, ya'ni a elementdan boshlanishini ko'rsatadi. Free pointer 4imiz esa keyingi bo'sh joyni 4-indeksida ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni bizda haqiqatdan ham keyingi bo'sh joy mana bu yerda 4-indeksda joylashgan. Bu yerda amallarga keladigan bo'lsak, print boshlang'ich linked list deb linked listning o'zining dastlabki ko'rinishini yozadi va insert m, ya'ni insert bu yerdagi insert ikkinchi funksiyasiga murojaat qilinyapti va insert m elementni ro'yxatga qo'shyapti. Shu tarzda bu dasturimiz ishlaydi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi stick bu mavhum ma'lumot turlari bo'lib, stick misoli bu oxirgi kiruv birinchi chiqish prinsipini bajaradigan mavhum ma'lumot turiga misoldir. Masalan, dasturchilar web brauzer tarixini qisqartirishda stickdan foydalanadi. Yoki har safar foydalanuvchi yangi sahifani ochganda sahifa stickga qo'shiladi. Agar foydalanuvchi orqaga qaytmoqchi bo'lsa, brauzer oxirgi ochilgan sahifani stickdan olib ko'rsatadi. Bu jarayon stickning push va pop operatsiyalari orqali amalga oshiriladi. Stickni hayotiy misollar bilan tushuntiradigan bo'lsak, bu birinchisi kitoblarni ustma-ust qo'yish, likopchalarni ustma-ust qo'yish va brauzer tarixi orqaga tugmasi va quyidagi qavslarni tekshirish, funksiya chaqirish tartibi, ya'ni call strict. Endi esa push va pop larga bog'liq ikkita dasturni ko'rib chiqamiz. Bular bu yerda elementni qo'shish, ya'ni x elementini qo'shish bo'lyapti. Pop esa oxirgi elementni chiqarish bo'lyapti. Dastur kodlari quyidagicha muhitda ishlatilinishi. Salom. Ma'lumot ochildi, ya'ni salom o'quvchilar, ahvollaringiz yaxshimi? Ma'lumot qo'shildi. Salom o'quvchilar, ahvollaringiz yaxshimi? 01. Xuddi shu tarzda ma'lumotlarni qo'shib stick qarzda push funksiyasini ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda push degan funksiya e'lon qilyapmiz va push nomli funksiya e'lon qilyapmiz. Bu yerda
global o'zgaruvchilarni olib top of pointerimiz teng bo'lsin, ya'ni uzunligi yoki stik bo'lib qoldi deb returniga chiqarsin. Va har top of pointerimiz tenglashtira olamiz dataga va top pointerimizni bittaga oshiramiz, ya'ni ma'lumot qo'shilishi bo'lish uchun. Xo'sh, bizda massivimizda quyidagi so'zlar bor va top of pointerimiz teng 4 kechirasizlar va har lengthimiz esa 10, ya'ni 10 tagacha bo'lgan element kiritishimiz mumkin bo'ladi. For range 7, ya'ni print e, push e va print r. Bu yerda esa ma'lumot qo'shildi, printda va eda esa mana bu ma'lumot qo'shilgandan keyin, ya'ni massivimizdagi har bitta qo'shilgan elementlarni chiqarib beradi. Pop funksiyasiga o'tadigan bo'lsak, bu dasturimiz quyidagicha ishlaydi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, navbat, ya'ni navbat bu ma'lumotlarni ketma-ket saqlash uchun ishlatiladigan qiziqli chiziqli ma'lumotlar strukturasi. Uning konsepsiyasi, ya'ni first in first out ga asoslanadi. Bu birinchi kirish va birinchi chiqish degan ma'noni anglatadi. Navbat ikkita uchi bor, old va orqada. Keyingi element orqa tomondan o'rnatiladi va old tomondan chaqiriladi. Navbat tushunchasi, masalan, informatika darsida bir printerga bir nechta kompyuterlarni ulangan talabalar o'z ishlarini chop etishni xohlashadi. Printer birinchi ishni, ikkinchisini va hokazolarni chop etadi. Agar biz oxirgi bo'lsak, oldimizga turgan barcha vazifalar bajarishimizni kutishimiz kerak bo'ladi. Shu darsda navbat tushunchasiga kengroq ta'rif berib bo'ladi va asosiy tushunchalari navbat yaratish va element qo'shish, oddiy quyi yaratib unga element qo'shish va chiqarish, ya'ni FIFO prinsipini tekshirish, quyiga kiritilgan elementlar birinchi kiritilgan tartibda chaqirilishini tekshirish, navbat uzunligini aniqlash, quyidagi elementlar sonini qaytarish, navbatni bo'shatish, quyi ichidagi barcha elementlarni olib tashlash kabi vazifalarni bajaradi. Bu yerda esa Spider, ya'ni Python muhitida yozilgan dasturimiz va bu yerdagi bizning kutilgan natijamiz keltirilgan dastur kodi uzun bo'lgani uchun bu yerda men juda ham kichik harflarda yozdim, chunki buni Spider, ya'ni Python muhitiga shunchaki nusxa olib ko'chirishimiz uchun buni kiritib qo'yganman. Va buni Python muhitida ochadigan bo'lsak, mana kod quyidagicha bo'ladi, ya'ni har bitta elementimiz qo'shilgandan keyin uning natijalari va element qo'shildi yoki element o'chirildi deb chiqaradi. Ya'ni bu yerda enquery degan funksiyamizda bizda element qo'shilyapti, dequeryda esa o'chirilyapti. Ya'ni bitta dasturda bundan oldingi dasturimizda ko'rib o'tganimizda ikkita funksiyadan foydalanganmiz. Xo'sh, dasturimiz eng birinchi o'rinda uning uzunligini o'lchab olyapmiz 10 deb, ya'ni har bittasini bitta element sifatida qabul qilib olyapmiz. O'sha 10 ta elementni har bittasini bittadan alohida ajratib chiqib olyapmiz va front pointerimizni -1 ga va top pointerimizni -1 ga tenglashtirib olyapmiz. Print enquery 6, ya'ni bizga 6 ni qo'shyapmiz, enqueryga beryapmiz. Enqueryda front pointer, top pointer va quyi degan global o'zgaruvchilarni qabul